Yurak xurujidan 30 daqiqa oldin tanangiz sizga hech kim e'tiborsiz qoldirmasligi kerak bo'lgan 4 ta ogohlantirish signalini yuboradi. Agar ularni o'tkazib yuborsangiz, hayotingizni saqlab qolish uchun so'nggi imkoniyatni boy berishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu ma'lumotlar eng kerakli pallada hayotingizni saqlab qolishi mumkin. Yaqinlaringiz uchun videoni saqlab qo'ying. Birinchi belgi: ko'krak qafasidagi noqulaylik. Bu shunchaki og'riq emas, ko'kragingizga og'ir yuk bosilgandek siqilish va bosim hissidir. Bu yurakka qon borishi qiyinlashayotganidan dalolat beradi. Ikkinchi belgi: chap qo'l, yelka yoki pastki jag'dagi og'riq. Yurak yetarlicha kislorod ololmasa, og'riq signallari asab tolalari orqali atrofga tarqaladi. Uchinchi belgi: nafas qisishi. Yurak qonni to'g'ri hayday olmagani sababli o'pkalaringizga kislorod yetib borishi keskin kamayadi. To'rtinchi belgi: sovuq ter bosishi. Qon aylanishi yomonlashgani sababli asab tizimingiz birdaniga hujum yoki qochish rejimiga o'tadi va tana muzdek ter chiqaradi. Keyingi videomizda yurak xurujining dastlabki 60 soniyasida nima qilish kerakligini ko'rsataman. Bilishni istasangiz, izohlarda ha deb yozing va videoni yaqinlaringizga ulashing.